su to'sin soyasi ombori bahorda yog'inlar tufayli to'lib toshib oqib ketib, sel paydo bo'lib turib, borlasi betonlardan oqizib ketadi degan taxminlarni mana endi o'zlaringiz ko'rib taxmin qilishingiz mumkin. Qanchalik bu taxminlar, mish-mishlar qanchalik to'g'ri, noto'g'riligini. Bu yerga 150 ming kub suv sig'adi. Oqizib olib ketmasa ham ancha xavf tug'diradigan darajadagi katta suv ombori. Endi hozir eng chakasi tizza bo'yidan pastroq bo'lib turibdi mana, lekin hozir ham suv kam degan joyda. Bahor oylarida belar to'lib toshib, ana o'ylargacha yetadigan darajada to'lib ketadi. Bu degani naq 20 metr balandlikdagi ko'tariladigan joylar deydi. Mana qirg'oqga suvlar turishi mumkin bo'lgan joyga odamlar mashina qo'yib qo'yibdi. Aslida mashinalar turadigan joylarda ham suvlar turadi. Suv shunchalik ko'payib ko'tarilib ketishi mumkin. Mana suvda izi bor o'zani. 10 metr balandlikda o'zanlar turibdi. Mana shunday taxminlar. Bu suv bahor yomg'irlari natijasida ko'plab surunkali yoqqan yomg'irlar natijasida tabiiy ravishda paydo bo'ladigan, yig'ilib qoladigan suv ombori. Bu suv ombori Samarqand viloyatining shimol tarafida, Ishtixonda sharq tarafida joylashgan katta bir suv ombori. Bu o'z-o'zidan albatta chekasi qirg'og'i havas qiladigan darajada emas. Bu yerda odamlar o'tirib piknik qilib ketishgan. Haqiqatan piknik qilib ketishganda o'zi.